Yalta kelishimi ve Uygurlar. Buningdan 60 necha yil ilgari, ya'ni 1945-yili 4 fevraldan 11 fevralgacha bo'lgan bir hafta ichida Amerika Qo'shma Shtatlari, Ulug' Britaniya va Sovet ittifoqidan iborat 3 cho'ng davlat rahbarlari Sovet ittifoqining Qrim yarim orolidagi go'zal manzaralik sayohat nuqtasi Yaltaga to'planib, dunyoning yangi siyosiy tartibini belgilaydigan, insoniyat tarixidagi intayin muhim ahamiyatga ega mashhur Yalta yig'inini ichib, oxirida bir qator masalalar bo'yicha kelishim hosil qildi. Dastlabda mutlaq maxfiyatlik tusi olgan, Ikkinchi Dünya urushining oxirlash bosqichiga to'g'ri kelgan mazkur yig'in buningdan 60 necha yil ilgaridagi dunyoning yangi tartibini belgilashdila emas, balki bugungi kundagi xalqaro munosabatlardami yanada o'z rolini joriy qildirmoqda. Zamonimizdagi ko'plagan xalqaroliq masalalar, masalan, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ramkasi ostidagi va boshqa rayon xarakterlik diplomatiyalik munosabatlarga oid masalalarning hal qilinishi yanada ma'lum darajada shu Yalta kelishimi bilan bog'lanishliqqa ega. Tarixdagi ba'zi kelishimlarning yili ko'nirsimi, ammo uning ta'siri uncha oson tugamaydi. Bugungi kunda Baltiq dengizi bo'yidagi jumhuriyatlar, Polsha, Finlandiya qatorliq mamlakatlar bilan Rossiya Federatsiyasi orasida hatto 1939-yili 23-avgustdagi Sovet tashqi ishlar ministri Molotov bilan Germaniya tashqi ishlar ministri Ribbentrop qo'l qo'ygan Sovet-German o'zaro urush tajovuz qilmaslik shartnomasi va boshqa shartnoma ham kelishimlarga munosabatlik tarixiy masalalar yanala talash tartish tusini olgan bo'lib, Polsha hukumati Sovet ittifoqi yemirilgan 10 necha yildan buyon uzluksiz turda Moskva doiralaridan 1939-yil 1940-yillarda Germaniya Polshaga bostirib kirgandan keyin Germaniya armiyasidan yengilib, Sovet ittifoqi territoriyasiga qechib kirgan Polsha armiyasining jangchi ofitserlarini kollektiv qirg'in qilish jinoyati jumladan ayni vaqtda Sovet ittifoqining Polsha chegarasi yiniga nurg'un askar yo'tkab, Germaniya armiyasiga moslashib, Polsha armiyasiga orqadan zarba berganlik qilmishini o'z ustiga elib, bu haqdagi maxfiy axborotlarni Polsha hukumatiga topshirishni va sirlarini oshkorlashni talab qilmoqda. Demakki, tarix hech qachon qiyirmaydi va o'z rolini yo'qotmaydi. Ana shu sababdan Polsha va Baltiq davlatlari bugungi kunda mustaqil davlat sifatida qad ko'tarib turish bilan birga yana o'tib ketgan tarixni biroqla bo'ldi qilib etmadi. Tarix bir millatning o'tmishining ayniki bo'lib qolmasdan, balki kelajakning va taraqqiyotning ayniki bo'lganligi uchun har qanday bir mustaqil davlatga ega bo'lgan millat oldi bilan ana shu tarixni milliy va vatanparvarlik ruhining manbasi sifatida yakunlashga va tiklashga, shuningdek o'z fuqarolarini tarbiyalashga ahamiyat beradi. Meningcha, angliq millat hech qachon o'z tarixini unutmaydi va tarixdan savoq elishni har qachon o'ziga odat qiladi. Polshaliklar 65 yillar ilgari Katin o'rmonligiga Stalinning buyrug'iga binoan ko'mib etilgan Polsha jangchi ofitserlarini unutib qolmaganligi uchun bugungi kunda u sirlarni bilishni zarur deb bilgandek, Uyg'urlarmi o'z tarixidagi nurg'un fojialik sirlarni so'rash va bilishni talab qilish ham uni majburiyat deb tushunishga tamoman haqliq bo'lsa kerak. O'z tarixining sharaflik batlaridan faxrlanish bilan nomusliq batlardan nafratlanish, shuningdek bichora qismatlaridan ta'jiblanish ham ibrat elish ruhini yetildirgan millatlarning hammasi bugungi dunyo siyosiy xaritasiga o'z o'rnini sizolganlardir.
Uyg'urlarmı o'zlarining Yevro Osiyo cho'ng shaxmat taxtasidagi muhim pechkilik rolini o'tagan xaslik tarixini unutib qolmasligi kerak. Uyg'ur siyosiy taqdiri yaqinqi davrlarga xos ko'plagan xalqaro kelishimlar va shartnomalar bilan zich munosabatlik bo'lib, 19-asrdagi Rossiya bilan Manching imperiyasi, 20-asrdagi Sovet ittifoqi va Yangi Rossiya bilan Jungo orasida tuzilgan, shuningdek Yevro Osiyo siyosiy taqdiriga munosabatlik boshqami ko'plagan turli kelishimlarni Uyg'urlarning siyosiy hayoti bilan bog'lash tamoman mumkin. Cho'ng shaxmat taxtasidagi qismatlarning bu qismida Uyg'ur siyosiy tarixiga munosabatlik bir qator xalqaro shartnomalar va kelishimlar haqida fikr yurgizishni muvofiq ko'rdimki, oldi bilan 1944-yili 12-noyabrda G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining taqdiri bilan munosabatlik jumladan Uyg'urlar alohida qiziqadigan Yalta kelishimi haqida to'xtalishni muvofiq hisobladim. Yalta yig'inining davr sharoiti. Yalta yig'ini echilgan davr Gitler Germaniyasiga qarshi urush hal qilg'uch bosqichga Amerika boshliq ittifoqchilarning Tinch okean davlatlaridagi Yaponiya ishg'oliyatchilariga qarshi urushimi oxirgi bosqichga kirgan. Urush qalaymaqonchilikni oxirlashtirib, tinchlik vaziyat yaratish hamda yangi dunyoviy tartib o'rnatib, xalqning xotirjam hayotini asliga keltirish, umumiy bir yuzlanish ham vaziyatning taqozosi bo'lib qolgan chog' edi. Ayni vaqtda fashizmga qarshi urushda hal qilg'uch rol o'ynagan Amerika, Angliya va Sovet ittifoqidan iborat 3 ittifoqchi davlatning Germaniya, Italiya ham Yaponiya ustidan g'alaba qilish va boshqa jihatlardagi muddaosi bir bo'lsa-mu, lekin ular orasida xalqaro siyosiy shuningdek ideologiya jihatlarda muayyan farqlar va to'qinishlar mavjud edi. Yalta yig'iniga oid yozilgan asarlardan ma'lum bo'lishicha, Amerika bilan Angliyaning nazarida Sovet ittifoqini ko'plagan masalalarda qoyil qilish ular uchun foydali edi. Angliya bilan Amerika Sovet ittifoqining atom bombasiga ega bo'lishiga alohida qiziqqan bo'lib, bu xil yadro qurolining ulardan ilgarigidek Sovet ittifoqining qo'lida bo'lishini o'zlari uchun foydasiz deb qaraydi. Yig'inda bir qator masalalar hal qilindi. Ham Yevro Osiyodagi bir qism mamlakatlar va millatlarning taqdiri qaytadan bir tartib qilindi. Polsha masalasi. Angliya bosh ministri Cherchillning ko'proq ko'ngil bo'lgan nuqtasi Yevro fashizmdan ozod qilingandan keyingi Germaniyaning taqdiri va Polsha masalasi bo'lib, bu Polsha mustaqil yangi hukumatini ta'sis qilish masalasida ching turdi. Lekin Stalin buningga qo'shilmay, Polsha masalasida Sovet ittifoqining bexatarlik nuqtasidan chiqish qildiganligini ta'kidlab, 30 yil ichida Polshaning 2 qatim Sovet ittifoqiga qarshi hujumlarning koridori bo'lib, Sovet ittifoqiga tahdid elib kelganligini, shuning uchun Moskvaning mundaq boshqalarning hujumlariga koridor bo'ladigan joyni to'sib etishni xohlaydiganligini ko'rsatdi. Cherchill 150 mingdan ortiq Polsha fidokorlarining ittifoqchilar tarafida turib, Germaniyaga qarshi jang qilganligini nazarga olib, Polshaning mustaqilligini saqlashning adolatlikka berib tutishadiganligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Roosevelt bo'lsa, Ukraina tavasidagi Lyovni Polshaga qo'shib berishni o'ttirg'a qo'ydi. Lekin Stalin buningga qo'shilmadi. Ammo oxiri talash tortishlar orqali bu ittifoqdosh Polsha vaqtliq hukumatini ta'sis qilish qaroriga keldi. Asli Stalinning ideyasi bo'yicha Polsha mustaqil davlat sifatida mavjud bo'lmasligi kerak edi. Germaniyaning taqdiri masalasi. Urushdan keyingi Germaniyaning taqdiri masalasi.
1941 yilida Britaniya va Sovet ittifoqi tarafidan muzokara qilingan bo'lib, ular bu davlatni bir qancha davlatlarga parchalab etishni o'ylashgan edi. Mazkur nuqta Yalta yig'inida yana asosiy muzokara nuqtasi bo'lib qoldi. Hamda urushdan keyin Germaniyani parchalash qarorlashtirilib, ittifoqchilarning Germaniyani ishg'ol qilish doiralari bekitildi. Yalta yig'inida yana Yugoslaviya masalasi muzokara qilinib, mazkur 3 davlat Marshal Titoning darhol fashizmga qarshi kuchlarni asos qilib, birlashma vaqtli hukumat qurishini qaror qildi. Yalta yig'inida yana boshqa masalalarmo hal qilindi. Amerika prezidenti Roosevelt, Angliya bosh ministri Cherchill va Sovet ittifoqi rahbari Stalin orasidagi muzokaralarda yana urush chiqimi uchun Germaniyadan 20 milliard dollar to'lam elish, buning yerimini Sovet ittifoqiga berish qaror qilingan bo'lsa-mu, biroq Moskva pul elish bilanla cheklanmasdan yana emgak kuchi, sanoat aslahalari, paraxot va boshqalarga ega bo'lish talabini o'ttirg'a qo'ydi. Yalta yig'inining eng muhim natijasi shuki, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini qurish masalasi muzokara qilinib, BDTning ta'sis qilinish yig'inining 1945 yili 25 aprelda Amerikaning San-Fransisko shahrida ochilish bekitildi. Sovet ittifoqi bo'lsa Ukraina, Belorusiya qatorliq ikki ittifoqdosh jumhuriyatni BDTning a'zosi qilishni qo'lga keltirdi. Yig'inda yana Jungo bilan Fransiya vaqtli hukumatiga BDT ta'sis qilish yig'iniga qatnashishi haqida taklif berish qaror qilindi. Ba'zi bir ma'lumotlarda Jungoni BDTga kirgizishga Stalin qarshi chiqqan ekan. Yalta kelishimi ayni vaqtda maxfiy kelishim bo'lib, buningga Jungo rahbari Jiang Kaishi, Fransiya ozodlik harakatining doisi general De Gaulle qatorliqlar taklif qilmaganligi uchun ularning noroziligini qo'zg'agan. Ammo dunyoviy yangi tartib yanala Roosevelt, Cherchill va Stalin qatorliq ayni vaqtda dunyo vaziyatini tangshash iqtidoriga ega fashizmga qarshi urushning g'alabasi uchun eng zo'r badal to'lab, dunyoning siyosiy taqdirini o'zgartgan 3 ittifoqchi davlat rahbarlari putishganidek o'rnatildi xolos.